Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodir nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Bugun Boriskul osmonida olqinchilikmi bulut yo'q edi. Quyosh otashlik nurlarini bu yayloqqa sexiylik bilan chachatdi. Xuddi bir maydon hayot mamotliq jangni boshlash oldida turgan tumanlagan raqiblarning qalbidagi dushmanlik muzlarini eritib bo'lgandek. Bepoyon yayloqdagi poyandoz sag'andek takshi o'sgan o'tjub, gul-giyohlar kashkuzning g'urg'ur shamolida yenik tavrinadi. Xuddi tuman degan otlarning oyog'i ostida dastilib chaylanishdan voyim yegandek. Boriskul dalasi jang dumbiqining gumburlashlari lashkarlarning nari sadosida larziga kelgan edi. Qo'mildagi mag'lubiyatini g'albaga aylantirish ishonchiga to'lgan Mo'ng'ul sarkar lashkarlari raqiblari ustiga hozirli bostirib boradigan alpozda cho'qqan soladi. Ostidagi shosh arg'umoqlar bir izida chopchib turolmaydi. Tasarruf ziminidan yotlarni qo'g'lab chiqarishni vijdonan burchi deb bilgan Mo'g'uliston sarkar lashkarlari tasvirligisiz bir g'ururning turtkisida qilichlarini mahkam tutqunicha vujudidagi kuch jasoratini yovg'i bildirib qo'ymoqchi bo'lgandek jon jahli bilan nar tatdi. Har ikki qo'shinning jang sepi xuddi to'g'onni buzib tashlash oldida turgan kalkundek tavraydi. Esil to'riq arg'umoqqa minib olgan Mo'ng'ul sarkarlisi Isan Tayshi atrofini yulduzdek o'rvagan sipoh sarkarlarining orasida g'ayur istilochilarga xos jasorat bilan tamkin turadi. Qo'mildagi mag'lubiyatdan cho'chib qolgan bu sarkarda takabbur, ko'ranglikini butunlay tashlagan bo'lib, chiroyidan ehtiyotchanlik ifodasi balqiydi. Raqiblarining tamomidagidek piyoda ekanligini ko'rib, jang qilishga oldirab qolgan sarkarlarining hujum qilish talablariga sovuqqonlik bilan muomala qilyapti. Chandurmay turg'uni bilan vujudi ziddiyatli xiyollarga to'lgan edi. Bu qitim yengilib qoladigan bo'lsa, o'ziga tavallik bildirgan qabila oqsoqollari uni ko'zga ilmayli qolmasdan buyuk Mo'ng'ul dalasidagi shoni shavkatiga tog' tushadi. Raqibining qarorgohini bir kechada yerim parsax chekindirganligi ko'ngliga gumon paydo qilib qo'ygan edi. Ammo sarkarlari buni raqiblarining qo'rqqanligining alomati deb tushungan edi. Chunki tuniganda beri to'liq kelib ulgurgan hamdamchi qo'shin ularning yuragini to'm, o'zlarini ko'ran qilib qo'ygan edi. Shahzod Uvaysxon Mo'ng'ul xonining barliq sarkar lashkarlarini qarorgohdan chiqargan bo'lsa-mu, jang sepini mustahkam tuzib, oldiga bir qadam chamdimay turganini ko'rib, biroz taajjublandi. Ular qo'ziqtanab elimizni bilib qoldimi nima? Ajab hujumga o'tay demaydi-ku. Dedi ko'nglidagi gumonini yoshirmay. Elimizni bilib qilishi notayin. Ehtiyot qilib atam degan. Dedi Saydali olim ishonch bilan. Menimcha Turshavullarimiz hujumga o'tgay, dedi Amir Supurgi Mirza. Bundaq turaversak, yovning gumonini kuchaytirib qo'yamiz. Shundoq qilaylik, dedi Saydali olib va ishqaga Oxunbek bilan sarkarda Manglik Oqniyozga qaradi. Janob sarkarlar Turshavullarni boshlab hujumga o'tgay, lekin yovg'i bak yaqinlashib ketmagay. Bo'libmi qo'ziqtanab qiqilgan doiraga kirib qilishdan qattiq ehtiyot qilgay. Yo hujum boshlash bilanlar qo'rqqan bo'lib badar qashqay. Amir Supurgi Mirza nog'richilarni nog'richilib hujumga o'tish signali berishga farmon berdi. Necha o'nlagan nog'richilar nog'ri dumboqlarini hujum pardasiga chelishga boshladi. Shu hamon ishqaga Oxunbek bilan sarkarda Manglik Oqniyozning boshchiligida Turshavul qo'shin cho'qqan so'ran sog'inicha hujumga o'tdi. Raqiblarining hujumga o'tganini ko'rib, Mo'ng'ul sarkarlari turolmay qoldi. Endi yana qarab turaverishga bo'lmaydi. Qarab turaversa, lashkarlarning jasorati sunatdi. Farmon bersizlar buyuk xon. Dushmanlarimizni xuddi cho'p o'rgandek o'rib, otlarimizni petiqlatib bitaylik. Farmon bersizlar oliylari. Isan Tayshining ko'nglidagi andishlar birdan g'oyib bo'ldi. Vujudida jasorat qonlari ko'vajib, ko'ziga qizillik tiqildi va qilichin egiz ko'tarib vaqirdi. "Qani bahodirlarim, hujumga o'tinglar!"
Düşmanlarımızdan birimi tirib qolmasin. Farmon bilan tang ming'ilgan Mo'ng'ul otlari ochiq qamchi zarbisidan xuddi yor olgan kalkundek etilib chiqdi. Otlarning tuyoq ovozidan butkul Borisgul dalosi larzaga keldi. Mo'ng'ul sarkar lashkarlarining hujum qilib kelganini ko'rgan Shahzod Uvaysxonning Turshavul qo'shini yo o'qi bilan hujumni to'smoqchi bo'lgandek qiyofatda tartibli holda bir necha qitim o'q uzdi. Ammo quyundek chepib kelayotgan otliqlarga hech qancha talofat yetkazolmadi. Ular o'q etishni to'xtatib, qo'rqqan qiyofatda saflarini qalaymaqon qilib kayniga qarab qechishdi. Bu hiyla obdan o'nimini ko'rsatdi. Mo'g'uliston lashkarlarini qo'rqib qochdi deb o'ylab qolgan Mo'ng'ul sarkar lashkarlari otlarga texmi kuchab qamchi soldi. Ayol o'tmay o't cho'plar orasiga qiqilgan qo'ziqlar, tortilgan tanalar karomatini ko'rsatishga boshladi. O'qdek chepib kelayotgan otlar qo'ziq tanalar putlashib, ustidagi chavandozlar bilan tanga tek mo'llaq tushadi. Bar Asiyodin qechib ketayotgan raqiblarini qilishdan o'tkazib, ularning qarorgohini terib-peran qilishga qolgan Mo'ng'ul sarkar lashkarlarining qo'yiq o't cho'plar orasidagi qo'ziq tanalarni ko'rishga hafsalasi yo'q edi. Putlashib mo'dirib ketmaganlari otlarga jon jahli bilan qamchi soladi. Shu topda ularning jang saplari qalaymaqonlashib ketgan, 10 otning 2-3 sapdan tushib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin hujumni to'xtatmagan edi. Chopqon sari qizib ketgan otlarga endi qamchining kerigi qolmagan edi. Otlar yov qarorgohiga qarab qo'yindak chapatdi. Mo'ng'ul chavandozlarining oraliqi 10-15 qadam qolganda, g'oz qanotidek sap tuzib, izida midirlamay suran silayotgan Mo'g'uliston lashkarlari chopqonlik bilan kayniga chekinishdi. Shu hamon ularning kaynidagi bir uchi yerga ko'milib, ushlangan uchi yontu holatda tiklab qo'yilgan 2-3 gaz egizlikdagi sanjaq bodira qo'ziqlar jon jahli bilan chepib kelayotgan otlarning ko'kirkiga to'g'rilandi. Mo'ng'ullar endi otlarini to'xtatib olishga ulgurmadi. Bilakdek, boqalchaqdek tomliqdagi qo'ziqlar otlarning ko'kirkiga zarb bilan sanchiladi. Kaynidagi otlar qo'ziqqa zixlanib qolgan otlarga kelib so'qiladi va ustidagi lashkarlarni yerga otadi. Mo'ng'ullarning jang sepi butunlay qalaymaqonlashib ketdi. Otlarga so'qiladi, yiqilib tushgan lashkarlarni petixlaydi. Kalkundek bostirib kelayotgan otliqlar oldi tarafida nemish bo'layotganligini bilmay, otlarining tizginini tortishganicha yo hujumni davomlashtiraverishni, yo chekinishni bilmay tamtirab qilishgan edi. Shu asnoda Mo'g'uliston elining piyoda lashkarlari oldi tarafdan Sarkarli Bo'ronxo'ja bilan Roji Xo'janiyaz boshchiligidagi otliq lashkarlar o'ng so'l tarafdan tangli hujumga o'tishdi. Lashkarlarning jasoratining suslab kelayotganligini ko'rgan Eson Tayshi qilich yalang'ochlab jangga kirdi. Qirt chap sadolari, tig' zarbisida beshidan put-qo'llaridan ayrilgan lashkarlarning echinishli nolalari falakka yetgan edi. Eson Tayshining jangga kirganligini ko'rgan Mo'ng'ul sarkar lashkarlarining jasorati qaytadan urg'idi. Shahzoda Uvaysxon Amir Supurgi Mirza bilan birga jang vaziyatini kuzatib turgan Saydali olib, Mo'ng'ul sarkar lashkarlarining Eson Tayshining atrofiga uyushib, asta-asta jang sepi tuzayotganligini his qildi. Agar Mo'ng'ullar qalaymaqonlashgan jang sepini qaytadan tuzib oladigan bo'lsa, tankanmak tasga tushadi-da, lashkar chekindirmakdan boshqa chora qolmaydi. Sarkarli Bo'ronxo'ja bilan Roji Xo'janiyazning otliqlari jon bidoliq bilan jang qilib, Mo'ng'ul lashkarlarining sap tuzib olishini to'sib o'tdi. Yog'i jang sepini qayta tuzib olishga fursat bermaslik kerak. Saydali olib, Tavochi bekka nog'richilarning hujum nog'risini texmi qattiq chaldirishga farmon berib, o'zi atrofidagi 100 nafar otliq navkarni boshlab, Udul Eson Tayshiga qarab ot soldi. Eson Tayshining atrofiga joylashgan Mo'ng'ul chavandozlari sarkarjisini qo'g'dag'ash jang qilib o'tdi. Ularning sepi bekli tartibli edi. Oldiga duch kelgan raqiblarga chaqmoqdek so'qib zarba berdi. Saydali olibning navkarlari xuddi tugilgan mushtdek tangli yopirilib kelib, ularning orasiga kirdi. Tuyuqsizli yopirilib kelgan otliqlarga duch kelgan Eson Tayshining navkarlari endi jangovarlikni xeyli yo'qotgan edi.
Saydali olib bilan Eson Tayshi ro'paro kelib qolgan edi. At üstüde o'ltirsimi, xuddi o'r turgandek ko'rinadigan Ziyoda Baslik Saydali olibni ko'rib, Eson Tayshi bir necha daqiqa tamtirdida o'zini darhol o'ngshib oldi. Etining beshini raqibiga to'g'rilab, qilichini egiz ko'tardi. Gerçi Eson Tayshi xeyli bo'y baslik yigit bo'lsa-mu, Ziyoda Baslik Saydaliga selishtirganda yanada vijik ko'rinadi. Ammo kichkidan tortib Mo'ng'ul dallasida ot chaptirib cho'ng bo'lgan bu sarkardining chavandozlik mahorati ajoyib yuqori edi. Uningga selishtirganda Saydali olibning harakati qalambayroq ko'rinadi. Eson Tayshining o'tkir nazari buni osonlik hamlida chaqqonligiga tayinib bu divisifat raqibini tamtiratmoqchi, ot ustidan g'ulutib tashlab, beshini tenidan judo qilmoqchi bo'ldi. Eson Tayshining chaqmoq tezligida qilgan bir necha qitimli hujumi o'nimini ko'rsatdi. Saydali olib nihoyat tezla mudofaaga tushib qolgan edi. Uning mudofaa qilib turib urgan qilichidan Eson Tayshi o'zini chapdaslik bilan qochiratdi. Bir-biridan ehtiyot qilishga boshlagan ikki raqib sarkarda bir-birining mahoratiga ko'nglida qoyil bo'lishib qolgan edi. "Yo hazrat, nimandoq mo'ymindek chapdas bahodir bu. Ot ustida xuddi yerda turgandek bemalol harakat qildikina. Ko'zing o'tkir bo'lsin, Saydali. Bo'lmas o'zi uning qilichi beshini xuddi qo'g'in o'sgandek uzib tashlaydi. O'zi devidek bo'g'ini bilan ko'zi bir kutninkidek o'tkir yigitgan. Inkosimi shundoq tez. Tozimi bir mahoratli raqibga duch keldim-mi nima? O'ylamabdiman. Uyg'urlardimi mushundoq chavandozlar bor ekan. Ehtiyot qilay. Saydali olibning pamlab turib zarb bilan urgan qilichidan chapdaslik bilan o'zini yonga tashlab qutulgan Eson Tayshi hujum nishonini Saydali olibdan uning ostidagi qora arg'umoqqa qaratdi-da, raqibiga qilich chapqandek bir pant ishlatib, chaqqonlik bilan o'zini etining yon tarafiga tashladi. Ondan qilich bilan qora arg'umoqning oldi butiga zarb bilan chopdi. Etining tig' zarbasiga uchrab, mudirayotganligini sezgan Saydali olib, ot yiqilishdan burun bir sakrabli yerga tushib oldi. Bu chaqda u Eson Tayshining etining orqasiga o'tib qolgan edi. Saydali olib bir ingishibla to'riq arg'umoqning orqa putini tutdi-da, "Yo Xudo" deb to'lig'inicha borliq kuchi bilan tortdi. Bu kuchlik zarbiga bardostlik beramagan to'riq arg'umoq yiqildi. Saydali olib chachirab berib ot bilan tang yiqilgan Eson Tayshining bo'g'ziga qilich tangladi. Uninggacha Saydali olibning navkarlari Eson Tayshini bog'lab ulgurdi. Mo'ng'ul sarkarlari Eson Tayshining yov sarkardisining qo'liga tushib qolganligini ko'rib, uni qutqizish uchun xeyli fidokorlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmadi. Bosh sarkardisidan ayrilib qolgan Mo'ng'ullarning amdi jangni davomlashtirishga rag'di qolmagan edi. Ko'zni yumib ochqicha jang vaziyatida o'zgarish bo'ldi. Mo'ng'ul lashkarlari pitirab ketdi. Bir oshpishimcha vaqt davomlashgan urushda omon qolgan Mo'ng'ul lashkarlari qarorgohlarini tashlab taraf-tarafga qochib ketdi. Butkul jang maydoni o'lgan va yordar bo'lganlar bilan to'lib ketgan edi. Bu jangda har ikki tarafdan xeyli ko'p lashkarlar jinidan ayrilgan edi. Yordar bo'lganlarmi xeyli bor edi. Ol jannat makon shehidlarning namozini tushirib, mushu janggohga dafn qilaylik, dedi Shahzod Uvaysxon. Lashkarlar sabdoshlarining meyitini ratlik tizib chiqdi. Ondan imomning boshchiligida barliq sarkar lashkarlar saf bo'lib meyit namozini o'qishdi. Ko'z bog'languncha meyitlar to'liq yerlikda qo'yilib bo'ldi. Yovning jasadini qanday qilamiz odilari? So'rdi Supurgi Mirzo meyit namozdan keyin g'amkin bo'lib qolgan Shahzod Uvaysxonga qarab. O'zlarcha qanday qilsak bo'lar? Bu jasadlarni oydalada mushundaq tashlab qo'ysaqmi bo'lmas. Lashkarlar ularni ko'mib etsin. Shundaq qilaylik. Ko'mib etaylik, dedi Shahzod Uvaysxon. Biroq ularni ko'mgan joy mono jannat makon o'g'lonlarimizning yotgan tuproqdan tovanroq ham yiroqroq bo'lsin. Ul yovxoni Eson Tayshin qanday qilamiz olilari? So'radi Saydali olib.
Ol mal'unni piqirga topshirib berishkayla. O'z qo'lim bilan yuragini sug'urib olay. Dedi o'ng do'lisiga Mo'ng'ul sarkardisining qilichi tegib, o'limdan arang qutulib qolgan Ishkaga Oxunbek og'riq azobida tishlarini kirishtirib turib. Janobi sarkardi yorlangan turslar, ol Mo'ng'ul xonining yuragini qandoq sug'urib olalaydilar? Dedi Amir Supurgi Mirzo kulib. Agal ijozat bəslə, o'ng qo'limni mediriltanlig'im bilan so'l qo'limning yurak sug'urg'idek maqturba. Supurgi Mirzo qandoq qilamiz degan ma'noda Shahzod Uvaysxonga qaradi. Sarkarda jarohatini obdan amlatib aramag'ay, dedi Shahzod Uvaysxon bir pas o'ylanib olgandan keyin. Ol Mo'ng'ul xonining ishini ati nashtidan keyin bir taraf qilurmiz. Uning holidan Amirzodam o'zlar xabar olg'aylar. Muborak bo'lsin Amirzodam, Mo'ng'ul xonga xizmat qilish sharpiga musharraf bo'ldilar. Musharraf bo'ldilar endi. Ranjimizlar, o'zlar topgan bola bu, dedi Sarkarda Bo'ron xo'ja Saydali olib bilan cheqishib. Navod ul Mo'ng'ul xoni g'izoyiga unimsa, choynab yegizib qo'yg'aylar, dedi Sarkarda Roji xo'ja Niyaz. Bu chaqchaqni anglab, Shahzod Uvaysxon pixildab kulib etdi. Navod Amirzodamning ul Mo'ng'ul xonning holidan xabar olg'isi bo'lmasa zo'rlamaymiz, dedi Shahzoda kulkisini to'xtatib. Yo'qsa oliylari, dedi Shahzodaning maqsadini tushungan Saydali olim. Garchi Eson Toshi hozir bizning tutqunimiz bo'lsa-mu, yana bir elning xonidir. Uning ishini bir taraf qilib bo'g'icha izzat ko'rsatib xabar elish yo'limiz ham bordir. Bugungi atiganlik noshta kundagidan sal vaqtchiroq qilindi. Barliq sarkardilar qoida bo'yicha har kuni atigini Shahzod Uvaysxonga salom bergach, uning chetirdilar billa noshta qiladi. Mana mush noshtada asirga tushgan Eson Toshini qandoq bir taraf qilish haqida qisqagina talashlardish bo'ldi. Uni o'ltirib tasarrufimizga ta'ruz qilishga petinganlarga ibrat qilishimiz kerak, dedi Sarkarda Bo'ron xo'ja. Shunday qilish kerak, dedi Ishkaga Oxunbek. Bu taklifga Sarkarda Roji xo'ja Niyozmi qo'shildi. Supurgi Mirzo bilan Saydali olib, oldirab ifoda bildirmadi. Albatta, ul Mo'ng'ul xonini o'ltirishga haqqimiz bor, dedi birdan o'ylanib olgan Shahzod Uvaysxon tamkinlik bilan. Biroq uni o'ltirish bilanla tasarrufimizga ta'ruz qilgan. Uni o'ltirish bilanla tasarrufimizga ta'ruz qilishga petinganlarga ibrat qilib ketalishimiz notayin. Navod muddaimiz kutgan yerimizdan chiqmay qolsa, ish ta'tirga yenib ketadi-da. Mo'ng'ullar bilan o'ttirimizda qisosxo'rlik paydo bo'ladi. Azaldan abo ajdodlarimiz itoat gardinini sungan raqiblarga zulm va o'limni ravo ko'rgan emas. Bari, dedi Supurgi Mirzo Shahzod Uvaysxonni qo'llab. Navodi ul Mo'ng'ul xoni itoat gardinini sunib, qilmishiga pushaymon qilsa, yaxshi so'zlar bilan o'z dargohiga qaytarganimiz afzal. Bu ishimizning inoyatidan Mo'ng'ullar bilan o'ttirimizda inoq ittifoqlik qut tepib, hududligimizning osoyishligi, avom ra'iyatning xotirjamligi ro'yobga chiqib qolsa ajab emas. Navod ul xon itoat gardinini sunsin ravo ko'rmizchu, so'rdi Saydali olib. Ol chaqda o'z vaboli o'ziga, dedi Shahzoda qo'lini geliga surkab turib. Shu asnoda chedirga kirib kelgan Yotishbegi Shahzod Uvaysxonga egilib salom berdi. Odiylarga ma'lum bo'lg'ay, Borisgulning oqsoqollari salom berishga kelibdi. Boshlab kirsinlar, dedi Shahzod Uvaysxon ijozat berib. Ayol o'tmay chedirga Borisgulning yurt oqsoqollari kirib keldi. Ular bir jup yo'lbos terisi, har biri 50 misqolliqdan 10 tal cho'qi oltin, 10 top tovar turdun, 1000 qo'y, 500 kala ilib kelishgan edi. Assalomu alaykum. Shahzoda oliylarga ehtirom bo'lg'ay, dedi oqsoqollar qo'l bog'lashgunicha salom berib. Va alaykum assalom, dedi Shahzoda salomni ilib kelib va to'van tarafdagi o'rindan joy ko'rsatdi. Qani, joy olsunlar. Shahzoda oliylarining iltifotiga hashqallar.
Oqsoqollar o'ltirib bo'lgandan keyin Mo'ng'ullar Borisgulni besib olgandan keyin yurtni qandoq bulang-talang qilganligini Shahzoda Uvaysxon bilan Amir Supurgi Mirzo lashkar boshlab kelib Mo'ng'ullarni qo'g'lab chiqarganligidan Borisgul xalqining behisob xo'shallikqa cho'mganligini bayon qilishdi. El yurtni qo'g'dab, avom ra'iyatni g'amdan xalos qilish bizning majburiyatimizdir, dedi Shahzoda oqsoqollarning so'zini ko'ngil qo'yib anglab bo'lgandan keyin. Borisguldagi avom ra'iyatning ahvolidan hozircha bizning to'liq xabar olib keta olishimiz notayin. Bo'libmi oziq-to'lik masalasida bizning g'amimiz bor. Shunga janobi yurt oqsoqollari avomning holidan xabar olib, och o'riqlarning beshini o'zlar silashqaylar. Obdan, dedi oqsoqollar. Har qaysilarining besatlarida avomni qishdan chiqargudek oziq-to'likning borligini bilamiz, dedi Amir Supurgi Mirzo. Uni avomga to'liq saxobat qilishqaylar. O'zlaridan ochliq, pul pichak talab qiladi deb andish qilgan oqsoqollar bu gapni anglab xotirjamlik bilan qo'l bog'ladi. Xotirjam bo'lslar, beshimiz bilan bajo keltiramiz. Eng yaxshisi 3 yilgacha avomdan hech qanday boshchilik elinmasin, dedi Shahzoda Uvaysxon. Oqsoqollar qayta va'da berib chiqib ketishdi. Hayotidan butunlay umid uzgan Eson Tayshi bargohi oliyda Shahzoda Uvaysxonning shohona dasturxon raslab o'tirganini ko'rib hayron qoldi. Bargohi oliyga Mo'g'uliston sarkardasi menga hargiz rahm qilmaydi, qomini bir o'lim, raqibimga hargiz yelinmayman deb jasur sarkardalarga xos g'urur bilan beshini tik tutib kirgan Eson Tayshi Shahzoda Uvaysxonning o'tkir ko'zlariga shundoq qarab tamtirdi. İxtiyorsiz Shahzodaga salom berishga majbur bo'ldi. "Qani o'ltirsinlar", dedi Shahzoda Uvaysxon uning salomini o'ltirgan peti elib. "Shahzoda oliylarining himmatiga hashqallah. Yana o'r turi beray", dedi Eson Tayshi o'zini tamkin tutishga tirishib. "Janggohga qo'ziq taqib, toni tatib qo'ygan niyada o'ltirishga buyurgan joyga yana nima qo'yib qo'ydilar, Tangrim biladi." Eson Tayshining javobini anglab, Shahzodaning ikki yonida o'tirgan Supurgi Mirzo bilan Saydari olib xirildab kulvatdi. "Janoblari shubhalanmay xotirjam o'ltirsinlar", dedi Shahzoda Uvaysxon. "Hozir o'zlar janggohda emas, bizning dargohimizda turibdilar. Shuni bilib qolsinlarki, do'stlikni ixtiyor aylab dasturxon ustiga tuz keltirdik. Tuzning hurmati baxmi ziyodadir. Tuzga helimekir suiqasd aralashtirish bizning fazilatimizga yotdir. Sutda og'zi ko'ygan odam qiytiqni po'lab ichidi. Shahzoda oliylarining to'limi abjil helimekir bor ekan. Ikki navbat domlariga tushib qattiq yengildik. Shul sababdan shubhilanmay ilojimiz yo'qdir", dedi Eson Tayshi jangda helimekir ishlatib meni yengib olding deganini qilib. "Har qanday yog'ining 9 rang bir jang bo'lganligini janoblar obdan bilish kerak", dedi Shahzoda Uvaysxon Eson Tayshining ko'ziga tikilib qarab turib. "Shunga jangda rangvozlik qilding deb bizdan og'rinishlari behudadir. Yengilganliklarini tan olsunlar. Yengilganliklarini tan olsunlar." Eson Tayshi gap tepib bermay jin bo'ldi. "Joy olsunlar", dedi Shahzoda uni yana o'ltirishga buyurib. Eson Tayshi o'ltirishga majbur bo'ldi. Bekavul bey uningga choy tutdi. Eson Tayshining ko'ngli xotirjam emas edi. Vujudidagi gumon, iztirob tuyg'ulari ko'zlaridan bilinib qolgan edi. U Shahzoda Uvaysxon, Amir Supurgi Mirzo, Saydari oliblarga takshi qarab olgandan keyin eg'iz ochdi. "Biz degan yengilib asirga tushgan raqiblardirmiz. Har qanday zulm bilan jazolash ixtiyorlaridir. Ammo dargohlarida dasturxon hozirlab, himmat ko'rsatishlarining sababini bilgim bor. Janoblarining haqiqatan bahodirlarga xos jasorati bor ekan", dedi Shahzoda Uvaysxon tamkinlik bilan eg'iz ichib. "Albatta,
Özler bilen biz bir dastıxanda o'ltirganimiz bilan do'st emasmiz. Dastıxan ustida yor birodarchilikdan lap urgan kishini ham do'st sanamasmiz. Janoblari tasarrufimizga bostirib kelib, avam ra'yatning osoyishligini buzib, g'ururimizni payxon qildilar. Albatta bu kechirgusiz gunohdir. Gerçi özler Moğol'un büyük xanı bolsalarmı, lekin hozir bizga asir. Asirning o'rni dargohimizda har qanday mulozimdanmi tuvandir. Düşmanlik nazarimizdan essoq, o'zlarini nökirimiz qatoridan izzatligimiz ham yo'qdir. Bundan 8-10 yil muqaddam Ostona Turpandagi o'qilda ustozlarimning tunji gunoh uqmaslikdan bo'ladi. O'ziri etib qolsa uni afu qil, gunohiga tövbe qilsin kifoya degan ta'lim ilmi esimda. Şol tapda özler bizden jazoning o'rni himmat tasatkunimizning sababini ochiq so'rganliklari uchun javobini ochiq beray. Biz ustozimizning ushbu ta'limini janoblarining gunohiga tatbiqlamoqchimiz. O'qul degan so'z maktab degan so'zgan izohat shundoq debdi. Shahzoda Uvaysxonning maqsadini tushungan Ison Toyshining qaramtul chiroyida suz tabassum jilva qildi. Sharg'a xiris qilish va qilishga mush etish oqillarning ishi emas, dedi Ison Toyshi bir necha daqiqa sukutdan keyin so'z elib. Navoda Shahzoda oliylari Abu kamarini beliga bog'lamoqchi. Abu kamarini beliga bog'lamoqni iroda qilgan bo'lsa, albatta tashakkur bildiraman. Men bu do'stlik kamarimni belimga bog'lashga tirishaman. Ison Toyshining javobida tövbe qilish, gunohini tilash emas, sulhi talab qilish purqi bor edi. Buni sezgan Saydali olibning chiroyi g'ushida turildi. Supurgi Mirza suhbatning natijasini kutib chantirmay o'tirdi. Bizning dargohimizda yer yuzining takabburlari xoruzor va be'e'tibordir, dedi Shahzoda Uvaysxon qopiqni turib. Nodon va takabbur odamlarga mardlik ko'rsatish albatta gunohdir. Biz janoblarni nodon va takabbur sanamaganligimiz uchun izzat ko'rsatib, ushbu suhbatga daxil qildik. Moğol xonlari uzundan beri o'zlarini buyuk qolgan Chingizning qavmi hisoblab, tasarrufimizga takror ta'ruz qilib keldi. Gerçi ul babayı buzurkimiz Moğolga bosh bo'lib nurg'un nusratli yurishlarni qilib 18 ming olamga qolgan bo'lgan bo'lsa-mu, ammo biz buyuk qolgan Chingizning haqiqiy naslidandirmiz. Shunga Moğollarning o'zini Chingiz qavmi deb da'vo qilishi, qo'shni hududlarga ta'ruz qilishni yo'lliq hisoblashi behojatdir. Endi undaq da'volarni tashlag'ay. Gerçi qadimda shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, hozir ul mardi bilan qolmabdi. Bo'libmi buyuk padar buzurklarimizdan To'g'liq Temirxon oliylari bilan Amir Temir sohibqiron oliylari istilosidan keyin saltanat burjida Mo'ng'ullarning yulduzlari xiralishib, Turkiy qavmlarining yulduzlari julalashga boshladi. Xorazm, Mavara-un-Nahir, Farg'ona, Turkiston, Edil vodisi va Mo'g'uliston zaminlariga Turkiy qavmlaridan bo'lgan sultonlar saltanat tizginini tutib pasvonlik qilmoqda. Gerçi ul xon sultonlar o'tirsida gohi zamin tasarruf tufayli nizo adovatlar bo'lib tursa-mu, lekin nasl yildizi birdir. Shol boisdan ular og'ini qiynota kuyog'ul bo'lishib, tuqqandarchilik mehri bilan davron surishmoqda. Biz shu topda Ison Toyshi janoblariga asir emas, Mo'ng'ul xoni tariqasida muomala qilib izzat ko'rsatyapmiz. Muddaimiz janoblari ilgirki Mo'ng'ul xonlarining yo'lini tutmay, urushqoqlikni tashlag'ay. Shundaqla beliga do'stlik kamarini bog'lashga tirishqay emas, balki mahkam bog'lag'ay. Magarki unda qilinmaydi ekan, yana bir navbat abuga o'rin qolmaydi.
Şahzadə Uvaysxonning qilchilik sulhi salog'i yo'l qo'ymay aytgan so'zlari Eson Toyshini obdanla terletdi. Saydali Olib bilan Amir Supurgi Mirza bo'lsa qattiq hayajonlandi. Odatda yumshoq mijozlik ko'rinadigan Shahzoda Uvaysxonning o'tkirligiga yana bir qitim qoyil bo'ldi. Shahzoda oliylarining muddasini tushundim, dedi Eson Toyshi das o'rnidan turib. Ogohlarni esimda tutaman. Do'stlik kamarimni belimga mahkam bog'lab, o'z qavmimni Buyuk Mo'g'uliston eliga ta'arruz qilishdan qat'iy to'sayman. Agar xolislar betim tuzib muhrlashayli. Jangda yengilib asirga tushgan xonning betim tuzish salohiyati yo'qdir, dedi Shahzoda Uvaysxon qilchilik yuz xatir qilmay. Betim degan har ikki taraf barobar bo'lganda ondan tuziladi. Bizda lavzi halol deydigan bir hikmat bor. Şuna Eson Toyshi janoblarining lavzi qilgan va'dasiga ishondik. Janoblar xoligan vaqtda o'z dargohiga qaytsa bo'ladi. Shahzoda oliylariga ko'p rahmat. Shahzoda oliylar ijozat bersa hozirlansam deyman, dedi Eson Toyshi. Yo'l bo'lsin, dedi Shahzoda Uvaysxon va nazarini Saydali Olibga og'dirdi. Amirzodam, Eson Toyshi janoblarini dargohimizga o'zlar akagandilar. Endi yana o'zlar ustib qo'ysilar. Asirga tushgan Mo'ng'ul sarkard lashkarlarimi xolis o'z pasiboni bilan birga ketgan. Ot-potlarni qo'shib bergaylar. Piyoda yo'lga sep qo'ysak shavkitimizga mos kelmas. Eson Toyshi janoblarining to'riq arg'imqi bilan oltin dastlik qilichining o'rniga boshqa ot bilan qilich tegish bersam bo'lurmi oliylari? So'radi Saydali Olib o'rnidan turib etib. Qandoq deydilar amirzodam? Chunki Eson Toyshi janoblarining osh esil arg'imqi bilan qilichini tutib qolay deyman. Ol arg'imoq bilan qilich do'stligimizga yodgor bo'lsa ajab emas. Saydali Olibning ot bilan qilichni ab qilish orqali Eson Toyshining bergan va'dasini har qachon esiga sep qo'ymoqchi bo'lganligini tushungan Shahzoda kulib turib ijozat berdi. Mening boshqa gapim yo'q. Bilmadim, Eson Toyshi janoblari ot bilan qilichni yodgor qilishni xohlamdikin. Albatta xohlayman, dedi Eson Toyshi Saydali Olibga qarab. Ot bilan qilish bahodir sarkardiga yodgor bo'lsin. Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anlag'ininglarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.